18-chi savol ishlaymiz. Bizda A plus B hosil bo'ladi C plus D. B moddadan 1,2 mol olindi, 1,2 mol dastlab olingan. Keyin D moddadan esa 0,8 mol hosil bo'ldi. Demak, mana bu ham proporsiya qiladigan bo'lsak, bu ham 0,8 bo'ladi. Buni proporsiya qilsak, bu ham 0,8. Buni proporsiya qilishganda bu ham 0,8 bo'ladi. Demak, muvozanatlari mana buniki pastga tushadi 0,8, 0,8. 1,2 dan 0,8 ayiradigan bo'lsak 0,4 buniki. Mana buniki noma'lum. Muvozanat konstantasi e'tibor beradigan bo'lsanglar 1 ga teng. Muvozanat konstantasi 1 ga teng bo'lsa, bu tepaga yoziladi 0,8 ko'paytirilgan 0,8, bu pastga x ko'paytirilgan 0,4. Hisoblayveramiz. 0,8 ni ko'paytirsak 0,8 ga 0,64, 0,64 barobar buni ko'paytirsak baribir 0,4x, 0,4x. Bo'lamiz 0,4 ga 1,6 chiqdi. X teng 1,6. Mana bu 1,6 chiqdi muvozanati. Bunga qo'shsak dastlabkisi kelib chiqadi. 1,6 qo'shilgan 0,8. 2,4 bular endi molyarlar. Ya'ni mol taqsim litrlar. Bizda ani boshlang'ich molni so'rayapti. 1 litrdagi mol 2,4 molyar. Bizda endi litrimiz, bizda 4 litr berilgan. 4 litrda qancha desak, mol kelib chiqadi o'sha aniki. 2,4 ko'paytirilgan 4, 9,6. 9,6 mol. Endi molni topdik. Javob D bo'ladi.